Hörmətli görürmənlər, bugünkü dersimizde Uyghur yemek içmeklerimizden bizning çırayımız, beden halatımız, şeklimizge gösteren tesiri ve dünyanın her qaysı rayonlarında yana muşu üzümüzdeki çıray şekli halatını saklap kılışta Uyghur yemek içmeklerinin, Uyghur tibabetinin rolü hakkında sözlep etimiz. Meyli Uyghur tibabet qadimki kitaplarda bolsun yoki hozirgi zaman fan texnika tadqiqotidan ma'lum bolsun, bir kishining boshqa jo'g'rafiyalarda, boshqa davlat va boshqa iqlimda uzun yil yashagandan keyin chiroy shaklida, terisida, badan tilida shu millat va shu rayonga xos ba'zi alomatlarga qarab özgürüş ahvalını davamlı ta'kidlaydi, sözlaydi. Demek bir kişi başka bir rayonga, başka bir coğrafiyada uzun yıl yaşagandan keyin uyanın klimati, yemek içmeki, suyu, havası, ictimai, iqtisadi, siyasi tüzümü ve şundakla til, muhiti qatarlıqlarda ciddi özgürüş bolgandan keyin çoğun menginin postlak kavatlardaki fonksiyonlar ve şundakla bunun bolgan inkaslarda ciddi bir özgürüş özünü yeni muhitga moslashtirishga tirishish qatorliq bir qator funksiyelik özgürüşler ve mecburiyetler ortaya çıkdı. Neticede mengidan başlangan hamda teriden ta'sir qildigan şundakla işki organlarının hemmisiga özününki ifadesini gösterdiğin mana bu coğrafiyalik özgürüş, bara iqtisadi özgürüş, ximiyelik, fizikalik özgürüşlerini ep keledi. Ximiyelik degenimiz bedenimizdeki xilitlarda ve mizajlarda özgürüş yasaşı mümkün. Fizikalik degenimiz bizning boy turqimiz, chiroy shaklimizda özgürüş hasıl qilish mümkün. Bu ameliyatta köp körülgen, ispatlangan bir reallik. Neticede yakınki 20 yıldan buyan dünyanın her qaysı joylarga taqilish ahvoli albatta bizningki mushu masalanimi tadqiq qilishimiz ve bununla muvafiq tedbirlerini o'tirib qo'yishimizga bizga bir mecburiyetni o'tirib qo'ydi. Endi nima uchun dunyoning hamma tarafiga chechilganligimiz, taqilganligimiz haqidagi tema bu boshqa bir kategoriya yoki boshqa bir fan tadqiqotiga oid bo'lsa-mu, lekin bu yerda bir qistirib o'tadiganimiz bu taqilishni qayg'u, xafalik, azob, jafo nuqtasidan yeyishadiganlar aytib ko'p. Endi bir yaxtın bunun yaxşı tarafı veya bunun kelajakda ep keladigan zor ijtimoiy ta'sirlarini ko'zda tutgan vaqtimizda har qandaq bir ko'ngilsiz ishning agar tirishgan vaqtida uni xushalliqqa, yaxshilikqa yoki quvvatli bo'lishimizga o'zgarta olishimiz masalaniki naq o'zi shu. Hem de temimizge kelgen vaktimizde özününki rayını yutuda toğulup hazır başka devlet, başka muhitde yaşavatkanlarga qandaq qilib özümüzdeki milli chiroy shaklimiz, qiyafetimiz, halatimiz, beden tilimiz bularni saqlab qilish ve texmo özgüçülükni bir-birimizga uqtirish jihatlarda qanday qilish kerakligi haqida to'xtalib o'tamiz. Birinchidan izchil va zerikmasdan Uyg'ur yemek-içmeklerimizni davom qilamiz. Chunki Uyg'ur yemek-içmeklerini davomli so'zlayapmiz. Bu bir to'yg'izish masalasi emas. Onun üstüge Uyghur tibabeti ve Uyghur yemek içmekleri hemmili milletke berilgen büyük bir nimet ya ki hemmeylenge adetlikidek tuyulduğun
her yerde tepiladigan bir bilim yoki savat emas. Şunun için bu Uyghur yemek içmekleri ve tibabetinden ibaret büyük bir nimet, mukafat, diplom yoki şerefni çiң tutup Uyghur yemek içmeklerinin özde mevcut boğan hikmet ve felsefeni günlük turmuşumuzda işiltip özümüzün bedenini kuvvetleş, ruhumuzni östürüşke etirişimiz lazım. Uyghur yemek içmeklerini istimal kılgan vaqtida qonninki hasıl buluşu, bedenin immunit gücünün yuqori buluşu, chiroy shaklimizniki chiroyliq, pokiroq ve bedenimizin simmetrik, hayvatlik, yaxshi ko'rinishi ajdodlarimizningki shu Uyg'ur yemek içmekleri ichiga yezib etgan maxfiy shifrasi yoki shifoliq reseptidan iborat. Shuning uchun Uyg'ur yemek içmekleriniki bedenni quvvatlash, immunit kuchini yuqori ko'tarish, qon ozliqni davolash, bedenni isitish, ruhini üstün tutuş ve barlık işlarda aqlga, mantiqqa uygun fikir qilishga sebepçi bo'lishdan iborat mush hikmetlerini unutmay, özümüz ve keyingi avlodlarga bu xil yemek içmeklerini qadrlashni, davomlashtirishni o'rgatishimiz lazım. Bu chiroyimizniki asliga uygun bo'lishini umid qilsak, biz izchil holda Uyg'ur yemek içmeklerini reseptiga, qoidasiga uygun tayyorlab davomlashtirishimiz lazım. İkincisidan Uyg'ur tibabeti qandaqdir kasal davolash yoki og'rigandan keyin bu kasalni qimmat, ig'ir davolashga işaret qiladigan bir iqtisodiy bir fan emas. O og'rishning oldini olish, bedenni saqlash, söyish ve bedenni asrashni o'rgatadigan, shundaqla tarixni ve hozirni ifodalaydigan, shundaqla kelajakka to'g'ri hozirlik qilishni o'rgatadigan hem ijtimoiy hem tibbiy bir fan. Şunun için kimlikni, özlükni, alaylikni ve mötedillikni, şundaqla tinchlikni qalaydigan xalqlar şu Uyg'ur tibobetiniki yuqorqidek alayliklarni yaxshi tushunib, oddiy tushunmay cho'nqur tushunib, şu tibobetda aytilgan saqliq saqlash, o'zini asrash jihatdagi ta'limlarni o'zimizning har bir harakatiga, yemek içmek, turmuş, hayat felsefemizge sığdırıp, adetlerimizge aylandırıp, bunu her güne özümüzdeki kıblenamisi yoki rehberi kılıp sayılışımız lazım. Bunda bolganda dünyanın qayerda yaşaylı, özümüzün chiroy şeklini, turqini, göz qarashini, hayat tarzini ve kelgüsüge bolgan ümit var ısık pozisiyamizni saqlab qalalaymiz ve balalarimizni öz milletide turalışıga kabalat qalalaymiz. Şunun için Uyghur tibabeti ve Uyghur yemek içmekleri degan bu hukmlarni qandaqdir davolash ve yoki qo'saq to'yg'izish nuqtasidan tushunmay yoki yuzaki o'ylamay, bir neçe asrlar yana chet ellar tursaqmi, bir neçe asrlargachilik o'zimizniki milliy chiroy shakli, urf odati ve bütünlüğümüzni qo'g'dishimizga, bolalarimizni o'zimizning tili, yeziki, dini, madaniyati, kiyim-kechigi, yemek-ichmagi, tibobetida mahkam tuta olishimizniki muhim bir kapolatları o'rnida ko'rishimiz lazım. Üçüncüden, dünyanın her qaysi rayonlardaki dostlar, qarindoshlar şu Uyghur naqshi sazni 12 maqomni mahkam chiң tutish lazım.
Her bir kişi en az degende 10 naqsha yodqa biladigan, muqam musiqilarini anglasa o'rnidan turib hurmat bilan anglaydigan yoki her yerda muqamdan maqtash bilan so'z ochadigan, haqiqiy uyg'urcha mardlik, do'stlik, yaxshilik, umidvorlikni ta'kidlaydigan qadimgi uslubimizni ching tutishni umid qilaman. Yaqinqi yillardagi yig'longa tushgan miskin naqshlarni uyg'urcha deydigan yoki ohangi boshqacha bo'lsa-mu, tili uyg'urcha bo'lsa-ham buni uyg'urcha naqshi deb tushunadigan mushunaq yengil nepiz tushunchaga ega kishilarimiz Uyg'urlarniki dunyo qarashiga rahbarlik qiladigan asli uyg'urcha ohanglarni unutib ketishiga sababchi bo'lyotidi. Uyg'urlar o'zi boshlab o'zining naqshi musiqalarini yodlashtirish, yig'longa tushgan miskin chorisizlikka ishorat qiladigan titrangu ohanglarni uyg'urcha deb qabul qilish, ularni uyg'urcha deb tunib olish, shundaqla buni yezish, o'qish, taqitishga o'zlari boshlamchilik qilish qatorliq aqlsizlarcha harakatlarda bo'lmoqda. Uyg'ur naqshi musiqilarida qayg'u bo'lmaydi, mung bo'ladi, yig'lang'uliq bo'lmaydi. Uyg'ur naqshi musiqalari insonlarimizni isitishga, umidlantirishga, jonlantirishga, chora tepishga, shundaqla insonni suyish, tabiatni suyish, inoqlikni targ'ib qilish jihatlarda dunyoda az uchraydigan intayin qimmatlik dunyoviy va royillik qimmat qarashining bir turlik patentlik ifodasidan iborat. Shuning uchun Uyg'ur naqshi musiqalarini ham yeziqi, tili uyg'urcha bo'lsin, eng muhimi ohangi uyg'urcha bo'lsin. Her türlük abjash ohanglarni uyg'urcha deb qabul qilgan vaqtimizda chiroyimiz o'zgarib ketadi, dunyo qarashimiz o'zgarib ketadi, tushuncha va bir ishni o'ylash iqtidorimiz tuvallaydi, davomli umidsizlanish, chorisizlanish va azob tortishni bizning taqdirimiz deb hisoblaydigan chiqmas yo'lga kirib qolamiz. Shuning uchun Uyg'ur naqshi sazlarni bir necha minut, bir necha soatlik ko'ngil ishi deb o'ylamay, buni yana bir necha asrlargacha o'zlikda qilishimizniki muhim kabolatlarining biri sifatida bilishimiz lozim. To'rtinchidan, dunyoning nerede bo'lmayli ayol o'ziga xos usul, Uyg'ur usuli qoidalari bo'yicha usul o'ynashni o'rganishi, bilishi va taqitishi lozim. Uyg'ur usuli qandaqdir ko'ngil ichish so'rindilam bir ifoda, oddiy bir milliy ifoda bo'lib qolmasdan, u o'z vaqtida bir milliy ko'z qarash, dunyo qarash, falsafa va hal qilish tarafdori bo'lgan aktiv, energiyalik turmush usuldan iborat. Uyg'ur usullari tabiatni suyish, kenglikka yurish qilish, ozodi bo'lish, erkin bo'lish, shundaqla cho'ng harakat ichida inchiklikni, muhabbatni, ko'ngilchanlikni, samimiyatni, yordam qilishni, tabiatni asrashni o'z ichiga olgan bir yurish bütün insonlarga o'rtaq bo'lgan yuqori darajalik qimmatlarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Onundan boshqa Uyg'ur usullari badanni chiniqtirish, badanni chiroyli, yaxshi tuta olishimiz, salomatligimiz uchun nihoyatda yaxshi ilg'or bir madaniyatniki bir parchasidan iborat. Shuning uchun bolalarimizga Uyg'urcha usullarni o'rgataylik. Uyg'urcha naqsh aytish, Uyg'urcha usul o'ynashni bid'atlik deb
qarang'u dunyaniki targ'ibatchilardan bo'lib qolmayli. Uyg'urcha naqshlar, usullar ilg'or madaniyatning bir parchasi, shundoqla ustun baglarcha turmushninki bir ifodasi. Bu Uyg'urcha yashashga tuhmat bilan, gunoh tuyg'usi bilan qarash yoki shunday hukm qilish amaliyotda yaning tegiga loyiq va yoki aql farosatda, falsafada intayin yo'qsun namrat kishilarning ko'z qarashidan iborat. Uyg'urcha yemak-ichmaklar, usullar, naqshi muzikalar, Uyg'ur tibobati bular hech bir gunoh bilan munosabati yo'q. Bular bir madaniyatning, pokizlikning, ustunlikning, insonlarga foydali bo'lgan yuqori bir madaniyatning bir ifodasi. Shuning uchun bütün dünyanın her qaysi yerlerde yaşayotgan kishilarimiz u yerga nima uchun kelib qolganlar haqida pushaymon qilib, yig'lab, tushkunlashib o'tirmay, mana shu yuqorqi 4 muhim bo'lgan bizning belgilerimiz, bizningki isbotlarimiz, bizningki kimligimiz bo'lgan shu 4 alayligimizni avlat davomlashtirishimiz, şu arkalık özümüzün çırayını, beden halatimizni, şeklimizni, alayligimizni saklap kılışqa tirişimiz lazım. Bugünkü dersimiz müşagici oldu. Hayır hoş.